Jahlimni chiqaryapti. Meni ham. Uni huzurimga olib kel. Xo'p bo'ladi. Chigil yozib olarsan? Yo'q, unchalik xohlamayapman-u, ammo zarar qilmasdi. Barakalla. Ha, seni sog'ingandik. Qaytganingdan xursandman. Bir daqiqa. Menimcha hayajonlanyapman. Bo'la qol, qani bo'l. Yana oz qoldi. Yashil pahlavon qani? Biz ham arazlashdik. Arazlashishning vaqti emas. Ana u bilan kelisha olmasang yomon bo'ladi. Bir yo'z afsungarlar oldida uyaltirma. Kechir, qo'limdan kelmaydi. Urinib ko'rdi. Mayli, qo'yaver. O'zingni bos. Unga ko'z quloq bo'lsangiz. Rahmat. Mana buni qurol desa bo'ladi. Qayerdan olding? Nanotexnologik qo'llanma. So'nggi kashfiyotlardan biri. Doktor Banner, ko'kimdir do'stingizni foydasi tegmas ekan. Toshni berkitib qo'ying, Dok. Yo'q, yonimda bo'lish shart. Hozircha shunday. Toni, tirikmisan? Ularni yenga olamizmi? Aslo shubha qilma, yordam bersang bo'lardi. Qo'limdan kelganini qilyapman, ammo u xohlamadi. Ehtiyot bo'l. Bo'la qol, Hulk. Noz qilmasang-chi, bo'la qol. Bo'la qol endi, tezroq bo'l. Yo'q. Yo'q deganing nimasi? Salom, ahvollar qalay, janob Stark? Seni qaysi shamol uchirdi? Darsdan qochib keldim. Bu qanday jonivor, janob Stark? Koinotdan keldi. Afsungarlarning taqinchog'ini o'marmoqchi. Iqtidorli ekansan, ammo mening tengim emassan. Mening afsunimni buza oladiganlardan emassan. O'limingdan so'ng o'zi buziladi. Tiriklik chog'imda ko'proq foydam tegsa kerak. Hali joningni sug'urib olishimni so'raysan. Yo'q. Afsungarning ortidan bor, hoziroq. Tushundim. Yaxshi emas. Tutib oldim. Janob Stark, meni ham tortib olyapti. Hozir boraman, Wong. To'y qilsang mehmonga chaqirarsan.